Endi bu ish butunlay chegaradan oshib ketdi. Hammamiz bilamiz, Hindistonda poyezd va avtobus tomiga chiqib ketish holatlari afsuski odatiy manzaraga aylangan. Yo'l qoidalariga bepisandlik qilish u yerda juda ham ko'p uchraydi. Ammo eng ajablanarlisi, ayrim shaxslar shu odatini boshqa davlatlarda ham davom ettirganidir. Xususan Rossiyada ham transport vositalari tomiga chiqib harakatlangan holatlari kuzatilgani aytilmoqda. Ular bunga yo'l tirbandligini bahona qilishdi. Biroq har bir davlatning o'z qonun qoidasi bor. Mahalliy aholi bunday xavfli va tartibga zid harakatlardan norozi bo'lib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qildi. Chunki bu nafaqat qoidabuzarlik, balki inson hayoti uchun jiddiy xavf ham tug'diradi. Tartib va xavfsizlik har qanday jamiyatning asosiy ustuni. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qonunlarga hurmat bilan qarash har bir insonning majburiyatidir. Videoni ko'ring va albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Odamlarning noroziligidan so'ng avtobus haydovchisi politsiya chaqirtirgan va hindlarni birin-ketin pastga tushirishgan. Holat yuzasidan tushuntirish bergan hindistonlik ishchilar Moskva shahrida transport muammosi borligini, probkalarda ishga borib kelish qiyinligini aytishgan.